Assalomu alaykum. Xo'p, bugun 45-dars bizda irratsional tenglama va tengsizliklar mavzusini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu mavzu ham murakkab mavzu hisoblanadi. Ko'pchilik xato qiladigan, chunki bu yerda o'sha funksiya aniqlanish sohasi, boshqa holatlar qarab ketiladi. Demak, mavzuga diqqat bilan e'tibor qilib qaraymiz. Murakkab mavzu. Xo'p, bugun darsda nimalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan? Demak, birinchisi irratsional tenglamalar. Irratsional tenglamalar va ularni yechish, misollar, murakkab, oson misollar. Xo'p, keyingisi irratsional tengsizliklarni ko'rib chiqamiz, ya'ni bittada ikkita mavzuni o'tamiz, irratsional tengsizliklar. Demak, ikkita qismdan iborat bugungi darsimiz. Xo'p, irratsional tenglamalardan boshlaymiz. Irratsional tenglamalar. Demak, irratsional tenglamalar. O'zi irratsional tenglamalar deganda nimani tushunamiz? Ya'ni irratsional deganda nimani tushunamiz? Irratsional bu asosan ildiz ostidagi ifoda, ya'ni irratsional son tushunchasini biz sizlar bilan ko'rib chiqqanmiz ildiz mavzusida. Ildiz osti 3, ildiz osti 5 bu nima bo'ladi? Irratsional son bo'ladi. Ya'ni ildizdan butun son chiqmaydi. O'zi ratsional son bo'lish uchun m taqsim n ko'rinishda tasvirlab bo'lish kerak. Agar o'sha ko'rinishda tasvirlab bo'lmasa, bu irratsional son bo'ladi. Masalan, ildiz osti 2 ni biz m taqsim n ko'rinishda yoza olmaymiz. Ildizdan chiqarganimizda u kasr bo'lmaydi. Cheksiz davom etib ketadi. Shuning uchun bu bizlarda irratsional songa misol bo'la oladi. Xo'p, irratsional tenglamalar qanaqa? Irratsional tenglamalar bu noma'lum irratsional ifoda, ya'ni ildiz ostida yotadi. Irratsional tenglamada buni bir necha holatlari bor. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi xususiy holatdan boshlaydigan bo'lsak, ildiz osti x teng a. Xo'p, bu tenglamada bunda ham ikki xil holat bor. Ya'ni a holatda bizlar a ni musbat deb qaraymiz. A holatda ildiz osti x teng a bo'ladigan bo'lsa, demak a katta yoki teng 0. Bunda nimani ko'rishimiz kerak? Bunda demak, birinchi navbatda ildizdan aniqlanish soxalamiz. Ya'ni x ni katta yoki teng 0 va kvadratga oshirib yuboramiz ikkala tomonni. Ildiz osti x ni kvadratga oshiradigan bo'lsak, bizlarda x hosil bo'ladi. Uzr, mana bitta kvadrat. X hosil bo'ladi teng a ni kvadratga oshiradigan bo'lsak, a kvadrat. X teng a kvadrat. Bu a katta yoki teng 0 bo'lgan holatdagi yechimi. Endi shuni b holatda, masalan, ildiz osti x teng a bo'lsa va a kichkina 0 bo'lsa, bunda yechimga ega emas bo'ladi. Chunki bizlarda juft ildizdan manfiy son chiqmaydi. Masalan, ildiz osti x teng -2. Demak, bu tenglama yechimga ega emas ekan. Birinchi a holat bo'yicha bitta tenglamani yechadigan bo'lsak, masalan, ildiz osti x teng 4. Xo'p, bu tenglamani yechadigan bo'lsak, endi x katta yoki teng 0 ligi aniq, chunki kvadratga oshirib yuborganimizda x kvadrat teng nima chiqyapti? 16 chiqyapti. Ya'ni 16 0 dan katta, shu uchun x teng 16 chiqyapti. 16 0 dan katta bo'lgani uchun, demak, bu tenglamamizni yechimi bo'la oladi. Xo'p, keyingi holat ozgina murakkablashtiramiz shu ko'rinishni. Keyin mana shu holatga bitta tenglama ko'rib ketaylik yana. Yo'q, o'zi bu holatga tenglama boshqa yo'q ekan, ya'ni boshqacha holati yo'q, chunki ildiz osti x yozdim. Endi o'sha ildiz ostida qandaydir fx kelsin. Ildiz ostida fx teng a. Bu holat ham xuddi shunday, ya'ni ikkita holatni qaraymiz. Ildiz osti fx, demak, ildiz osti fx teng a, bu yerda a katta yoki teng 0. Va b holatda ildiz osti fx teng a, bu yerda a kichkina 0. Yuqoridagi kabi ildiz osti fx teng a kichkina 0 bo'lganda bu yana yechimga ega emas bo'ladi. Misol uchun ildiz osti fx o'rnida masalan 2x - 3 teng -1. Ya'ni ildizdan manfiy son chiqmaydi. Bu ham demak yechimga ega emas. Xo'p, keyingi holatni qaraymiz. Ya'ni birinchi holat yechim bo'ladigan holat. Demak, fx bu qandaydir funksiya, ya'ni qandaydir ifoda.
Masalan, ildiz osti 3x plus 1 teng. Xo'p, bunda nima bo'lishini yozib ketay oldin. Demak, yana aniqlanish soha olinadi. Fx katta yoki teng 0 va fx teng a kvadratga oshib borganimizda mana shu sistemani yechib olsak bo'ldi. Demak, masalan, ildiz osti 3x minus 1 teng 4 bo'lsin. Demak, bu tenglamani qanday yechamiz? 3x minus 1 katta yoki teng 0 va 3x minus 1 teng 16. Ya'ni 4 ni kvadratga oshirib yubordim. Xo'p, birinchisidan chiqadigan javob bizlarda 3x katta yoki teng 1, x katta yoki teng 1 taqsim 3. Xo'p, keyingisi 3x teng 17, x teng 17 taqsim 3. Demak, 17 taqsim 3 1 taqsim 3 dan katta yoki teng, ya'ni katta shart bajarilgani uchun bu javob bo'ladi. Bizlarda ildiz osti 3x minus 1 teng 4 tenglamani javobi 17 taqsim 3 chiqar ekan. Xo'p, navbatdagi misolni ko'ramiz. Demak, bu birinchi misol bo'lsa, ikkinchi misolni ko'ramiz. Misol ozgina murakkablashtiramiz. Masalan, kvadrat funksiya olaylik. Ildiz osti x kvadrat minus 144 teng bo'lsin 5 ga. Xo'p, demak, x kvadrat minus 144, ya'ni fx katta yoki teng 0 funksiyaning aniqlanish sohasi ildiz ostidagi fx ni va x kvadrat minus 144 teng 25. Xo'p, tenglamani yechadigan bo'lsak, yuqoridagi tengsizlikda x minus 12 va x plus 12 katta yoki teng 0. Son o'qiga qo'yib oladigan bo'lsak, demak 12 va minus 12. Ichi bo'yalgan holatda bo'ladi, katta yoki teng bo'lgani uchun. Demak, biz olishimiz kerak bo'lgan javoblar plus, minus, plus. Biz shundan nima olamiz? Katta yoki teng bo'lgani uchun pluslarni olishimiz kerak. Ya'ni javob minus cheksizlikdan minus 12 gacha. Xo'p, 12 dan plus cheksizligigacha. Agar tenglamamiz javobi mana shu oralikda chiqadigan bo'lsa, biz bu javoblarni ola olamiz. Endi pastdagi tenglamani yechamiz. Ya'ni mana buni. X kvadrat teng 144 ni plus qilib o'tqizsak, 169 hosil bo'ladi. Bizda javob nima chiqar ekan? X teng plus minus 13. Ya'ni x teng 13 va x teng minus 13. Endi qaraymiz, 13 yuqoridagi oralikqa tushadimi? 12 dan plus cheksizligigacha. Ha, 13 yuqoridagi oralikqa tushadi. Demak, yechim qilib ola olamiz. Xo'p, minus 13 ham yuqoridagi oralikqa chiqadi. Demak, yechim qilib ola olamiz. Javobimiz 13 va minus 13 chiqar ekan. Asosiysi aniqlanish sohani olishimiz kerak. Xo'p, keyingi holat bor bizlarda. 3-holat deb qaraymiz buni. Ya'ni ikkitalik funksiya keladi bizlarda. Xo'p, keyingi holat bizlarda demak yuqorida demak birinchi holatni, ikkinchi holatni ko'rdik va 3-holat. Uchinchi holat qanaqa bo'ladi? Masalan, fx ko'paytiramiz, ildiz osti gx teng 0 bo'lsin. Yoki xuddi shu narsa fx taqsim ildiz osti gx teng 0 bo'lsin. Xo'p, aniqlanish soha muhim. Ya'ni birinchi holatimiz bizlarda ikkalasi ham 0 dan, demak ikkalasi ham suratda joylashgan. Demak, asosiysi aniqlanish sohani olishimiz kerak. Ya'ni gx ni katta yoki teng 0 va fx ni teng 0 qilib yechamiz. Xo'p, pastdagi misoldan, ikkinchi misolda nima qilamiz? Demak, buni A shar ko'rinish va buni B ko'rinish deb olsak, mahrajda bo'lganda gx endi teng bo'la olmaydi. Katta 0, faqat katta. Fx bo'ladigan bo'lsa, teng 0. Mana shu tenglamani yechishi o'zi yetarli bo'ladi. Xo'p, kelib bitta misolni ko'raylik. Demak, xo'p, ikkinchi misol edi. Demak, bizda 3-misol bo'lsin. Ildiz osti x minus 2 ko'paytiramiz.
x kvadrat. Hop, minus 2x plus 1 teng 0. Xo'p, shu tenglamani yechadigan bo'lsak nima hosil bo'ladi? Demak, birinchi x minus 2 katta yoki teng 0 va x kvadrat minus 2x plus 1 teng 0. Xo'p, x minus 2 katta yoki teng 0 bo'lganda x katta yoki teng 2 bu aniqlanish soha, lekin x teng 2 javob bo'la oladi. Nimaga javob bo'la oladi? Shu yerda mana buni ham yozib qo'ysak bo'ladi, qo'shimcha qilib yuqorida, ya'ni gx ni ham teng 0 qilsak bo'ladi. Chunki u javob bo'la oladi-da. Uni tushungan odam bittada javobga olib keta oladi, lekin tushunmaydigan odam bo'lsa javobga olib ketmasligi mumkin. Aniqlanish sohani o'zi deb o'ylashi mumkin. Lekin x teng 2 javob bo'ladi. Nimaga? Chunki ildizni 0 ga aylantiradi. Ifoda umumiy javob 0 chiqadi. Xo'p, keyingisi x kvadrat minus 2x plus 1. Buni x minus 1 ning kvadrati teng 0 qilsak, x teng 1 chiqadi. Xo'p, x teng 1, ya'ni qaranglar. Bizda nima hosil bo'ldi? X katta yoki teng 2, x teng 2, x teng 1. Bizlar bundan javob sifatida qaysini ola olamiz? Demak, x 2 dan katta yoki teng bo'lgani uchun 1 ni ola olmaymiz. Javob x teng 2 bo'ladi. Ya'ni umumiy javob bizlarda nima bo'lar ekan? X teng 2 hosil bo'lar ekan. Navbatdagi misol, xo'p, ikkinchi holatga, ya'ni 4-misol, dars boshidan beri qaraydigan bo'lsak, 4-misol bu. Xo'p, yuqorida demak, kasr suratda x kvadrat minus x minus 6 taqsim ildizosti x teng 0. Xo'p, demak, bu ikkinchi holatga misol bo'ladi. Ya'ni x katta 0 va x kvadrat minus x minus 6 bu fx bo'lib kelyapti. Buni teng 0 qilamiz. Demak, x katta 0 javob o'zi ko'rinib turibdi. Buni yechadigan bo'lsak, x minus 3 va x plus 2 teng 0. Demak, tenglama javoblari x teng 3, x teng minus 2. Bizlarda umumiy oladigan bo'lsak, ya'ni x katta 0, x teng 3, x teng 2 minusda. Xo'p, bu sistemadan umumiy javob nima chiqadi? Ya'ni 0 dan katta javobni ola olamiz. Shu uchun bizlarda umumiy javob nima bo'ladi? X teng 0 bo'ladi. X teng 3 bo'ladi. Ya'ni 0 bu yerda javob bo'la olmaydi. X teng 3. Minus 2 ni ola olmaganimiz sababi mana bu. X katta 0 bo'lsin degan shart bor. Ya'ni minus 2 ni oladigan bo'lsak, ildizda mahrajda ildiz osti minus 2 bo'lib qoladi. Bu o'sha aniqlanish sohasiga to'g'ri kelmay qoladi. Xo'p, keyingi holat qanaqa? Demak, bizlarda bitta murakkab misol ham ko'ramiz shu holatga. Ya'ni ikkalasi ham kvadrat funksiya bo'ladigan. Misol uchun, demak, bizlarda fx o'rnida x kvadrat minus 4x plus 3 kelsin. Va ildiz ostida misollarni asosan IDC kitobdan olyapman. X kvadrat minus 6x plus 8 biroz o'zgartirish kiritib. Demak, bu birinchi holatga misol bo'la oladi. Ya'ni x kvadrat minus 4x plus 3 teng 0. X kvadrat minus 6x plus 8 katta yoki teng 0. Va shuni o'zini teng 0 ham deb qarashimiz kerak endi. Tushunadiganlar bo'lsa o'sha teng 0 ni javobini olib kelsa bo'ladi, lekin mayli biz teng 0 deb qaraylik. Ya'ni javob bo'la oladi. Xo'p, birinchi yuqoridagini yechadigan bo'lsak, x teng 1, x teng 3 chiqadi. Xo'p, keyingini soni qo'ya oladigan bo'lsak, bu x minus 2 va x minus 4 ni beradi. Katta yoki teng 0. Demak, bizlarda 4 va 2. Bellash kirita oladigan bo'lsak, plus minus plus. Plusdan olamiz. X katta yoki teng 4, x kichik yoki teng 2. Ya'ni 2 dan kichkina, 4 dan katta javobni olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda x teng 2 va x teng 4 degan javob chiqadi. Xo'p, endi umumiy bulardan chiqqan javob nima bo'ldi? Xo'p, bizlarda sistema qilib oladigan bo'lsak, sistema qilish shart emas, mayli yozib qo'yaman. Xo'p, x teng 1, x teng 3, x katta yoki teng 4, x kichik yoki teng 2 va x teng 2, x teng 4. Bulardan umumiy javob nima bo'ladi? Bizlar qaysini ola olmaymiz? Xo'p, 3 degan javobni ola olmaymiz. Nimaga? Chunki x katta yoki teng 4 bo'lishi kerak.
e, ya'ni 4 dan katta yoki teng, 2 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Javoblar mana shu 2 dan 4 gacha oraliqdagi sonlarni ola olmaymiz. Yuqorida mana shu yerga tushadigan sonlarni ola olmaymiz. Bir masalan mana bu yerga tushadi, bir mana. Qizilda chizib ko'rsataman sizlarga. Xo'p, bir bizlarda yuqoriga tushadi. 2 ni o'sha oraliqqa tushadi, mana 1. Bir mana bu yerga tushadi. Xo'p, 3 mana bu yerga tushib qoladi. 2 bilan 4 ni orasiga. 4 ni o'zi bu yerga tushadi, olinadi. 2 ni o'zi ham bu yerga tushadi, olinadi. Demak, bizlarda umumiy javob nima bo'ladi? X teng 1, x teng 2, x teng 4. Tenglama agar nechta yechimga ega deydigan bo'lsa 3 ta, tenglamani ildizlar yig'indisini toping deydigan bo'lsa 7 ta ildizi mavjud degan javobni qo'ysangizlar bo'ladi. Xo'p, irratsional tenglamalarda yana qanaqa holatlar bor? Demak, bellash kiritib yechiladigan tenglamalar bor. Qanaqa bo'ladi? Masalan, sizlarga misol beradi. Xo'p, ya'ni b kvadrat tenglamaga o'xshaydi. Navbatdagi misolni ko'raylik. Demak, xo'p, buni ham bitta holat deb ham qarasak bo'ladi. Misolda ko'rsatib beraveray. Demak, 5-misol edi, 6-misol. Qanaqa? Masalan, ildiz osti x teng bizlarda bo'lishi mumkin. Xo'p, 6 minus 4-ildiz osti x. Bu yerda nima qilishimiz kerak biza? Mana shu 4-ildiz osti x ni t deb belgilab olsak bo'ladi. 4-ildiz osti x ni t deb belgilab oladigan bo'lsak, ildiz osti x t kvadrat bo'ladi. Ya'ni t kvadrat teng 6 minus t yoki t kvadrat plus t minus 6 teng 0. Bu tenglamani yechadigan bo'lsak, t plus 3 va t minus 2 teng 0. Demak, t teng minus 3, t teng 2. T'ni olib kelib yuqoriga qo'yamiz. Demak, olib kelib qo'yganimizda nima hosil bo'ladi bizlarda? 4-ildiz osti x teng minus 3 va 4-ildiz osti x teng 2. Juft ildiz bo'lgani uchun juft ildizdan manfiy son chiqmaydi. Demak, bu bo'sh to'plam. Demak, keyingi misolni 4-darajaga oshaveradigan bo'lsak, x teng 2 ni 4-chisi, ya'ni 16 hosil bo'ladi. Ikkala tomonni 4-ga oshirib bordim. Shunda nima hosil bo'ldi bizlarda? X teng 16 degan javob hosil bo'ldi. Navbatdagi 7-misolni ko'ramiz. Xo'p, buni qanaqa yechilishini aytib o'tib ketaman sizlarga. Bizlarda berilgan 2 ildiz osti x plus 1 hop minus 4 taqsim ildiz osti x plus 1 plus 7 teng 0. Demak, ildiz osti x plus 1 ni qandaydir a deb belgilab olasizlar. Bu yerda aniqlanish soha ham qolib ketmasin. O'sha ildiz osti x plus 1 ku. Bundan x plus 1 ni katta yoki teng 0 deb olishlaringiz kerak. Nimaga? Chunki bu aniqlanish soha x katta yoki teng minus 1. Ya'ni minus 1 dan katta chiqishi kerak tenglamamiz javobi. A qilib belgilab olib 2a minus 4 taqsim a plus 7 teng 0. Demak, bu tenglamani umumiy makhraj berib, kvadrat tenglama ko'rinishiga olib kelib bajarsangizlar bo'ladi. Xo'p, keyingi holat bor bizlarda. Demak, 3-holat bo'ldi boya. Endi 4-holat. 4-holat qanaqa? Bizlarda funksiya beradi, ya'ni ildiz ostida fx teng gx ifodani beradi. Bunda nima bo'lishi kerak? Ya'ni fx va gx. Demak, bizlarda asosiy narsa fx nima bo'lishi kerak? Aniqlanish soha katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Chunki ildizdan chiqayotgan ifoda. Xo'p, keyingisi gx ni o'zi ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Chunki ildizdan chiqqan ifoda mana bundan katta bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi holat bor, ya'ni mana bunaqa edi. Xo'p, keyin nima qilinadi? Ikkalasi kvadratga oshirib yuboriladi. Ya'ni f kvadrat x teng g kvadrat x. Mana shuni yechsak bo'ldi. Xo'p, buni yechimi nima bo'ladi? G kvadrat x bu yoqqa o'tkazib olamiz. F kvadrat x minus g kvadrat x teng 0. Demak, bu a kvadrat minus b kvadrat formula kabi fx minus gx va fx plus gx teng 0 hosil bo'ladi.
Buni yechib qo'yasizlar bir marta bo'ldi. Ya'ni fx va gx ifoda hosil bo'ladi. Mana shu yerda bitta misolni tushuntirib ketay. Xo'p, bu misol qanaqa yechiladi? Kitobda bor ekan. Bizlarda x kvadrat minus 6x plus 9 teng x minus 3. Ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, ichkaridagi ifoda x minus 3 ning kvadratini beryapti. Ya'ni ildiz osti x minus 3 ning kvadrati teng x minus 3. X minus 3 ning kvadratdan modulda x minus 3 teng x minus 3 chiqadi. Ya'ni modulda agar modulli ifodadan o'zi chiqadigan bo'lsa, sizlar x minus 3 ni katta yoki teng 0 deb qarasangizlar bo'ldi. Javob x katta yoki teng 3. Bu tenglamamiz javobi 3 dan plus cheksizligigacha chiqadi. Tushuntira oldimmi? 3 dan plus cheksizligigacha chiqadi tenglamamiz javobi. Xo'p, irratsional tenglamalarga doir asosan mana shunaqa misollar bor edi. Boshqa ko'rinishdagi misollar ham unaqa qiyin emas. Hammasini bajarsa bo'ladi. Yana bitta misolni mana shu yerda ko'rib ketaylik. Xo'p, 6-misol. Bizga berilgan ekan x plus 2 teng 4x plus 8 va minus 4 ga tengligi. Demak, qaranglar, mana bu x plus 2 teng mana bu ifodani 4 ni olib chiqib olsam 4 ildiz osti x plus 2 minus 4 hosil bo'ladi. Endi 4 ni ildizdan tashqariga olib chiqsak bo'ladi. Ya'ni ildiz osti x plus 2 teng 2 ildiz osti x plus 2 minus 4. Xohlasangiz ildiz osti x plus 2 ni a deb olinglar. Ya'ni a teng 2a minus 4. Tenglamani yechib oladigan bo'lsak, a teng 4 degan javob chiqadi. A teng 4 degan demak ildiz osti x plus 2 ni 4 ga teng deb olamiz. X plus 2 teng 16, x teng 14. 14 bu aniqlanish sohani ham qanoatlantiradi. Nimaga? X o'rniga 14 qo'yganimizda ikkala ildiz ham musbat ifoda hosil bo'ladi. Xo'p, oxirgi demak biroz murakkab misol tenglamalarga doir, ya'ni ikkita ildiz va sonli misol. Bu qanaqa bajariladi? Demak, bizlarga berilgan bo'lsin ildiz osti masalan x minus 2 plus ildiz osti 2x minus 3 teng 5. Bu tenglamani qanday yechamiz? Ildizlarning bittasini, demak mana shuni 5 ni oldiga olib o'taman. Shunda nima qoladi bizlarda? Ildiz osti 2x minus 3 teng 5 minus ildiz osti x minus 2 hosil bo'ladi. Ikkala tomonni kvadratga oshirib olsak, xo'p, bu yerda aniqlanish sohalarini ham olinishi kerak. Yozib qo'yaman mana bu yerga. X minus 2 katta yoki teng 0 va 2x minus 3 katta yoki teng 0. Ya'ni x katta yoki teng 2, x katta yoki teng 3 taqsim 2. Umumiy javob x katta yoki teng 2. Ya'ni 2 dan katta bo'lgan javoblarni bizlar javob sifatida ola olamiz. Xo'p, keyingi misol, endi keyingi qadam kvadratga oshirib olsak, birinchi tomonda hosil bo'ladi 2x minus 3 teng 25 minus 10 ildiz osti x minus 2 plus x minus 2. Ildizli ifodani bir tomonga o'tkazib olamiz. Ya'ni 10 ildiz osti x minus 2 teng bo'ladi. Buni bu tomonga o'tkazib olsa 23, 23 kishi qo'shsak 26 minus xo'p x hosil bo'lar ekan. Buni yana bir marta kvadratga oshirib olsangizlar tenglamani javobi chiqadi. Ya'ni ildiz yo'qolib ketadi. Tushunarli bo'ldimi? Misol yechilishi. Yana bir marta kvadratga oshirib olsak, ildiz o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Keyin bajarish murakkab bo'lmaydi. Xo'p, keyingi narsa irratsional tengsizliklar. Irratsional tengsizliklar mavzusini ko'rib chiqamiz endi sizlar bilan. Xo'p, ikkinchi qism irratsional tengsizliklar. Bunda ham asosan xuddi shunaqa misollar berilgan. Irratsional tengsizliklar. Xo'p, holatni ko'ramiz. Irratsional tenglama kabi bunda ham birinchi holat
Masalan, ildiz x faqat teng emas, endi katta A bo'ladi. Nima qilamiz? Demak, aniqlanish soha olishimiz kerak. X katta yoki teng 0 va x katta A kvadrat. Mana shu yechilsa bo'ldi. Masalan, misol uchun ildiz x katta 3. Demak, x katta yoki teng 0 va x katta 9. Umumiy javob bizlarda, ya'ni x mana katta yoki teng 0, 0 dan katta yoki teng va 9 dan katta. Umumiy javob bizlarda ikkita chiziq o'tgan qismi hisoblanadi, ya'ni 9 dan plus cheksizligigacha. Xuddi shunaqa ko'rinishda bajaramiz. Endi xususiy holatlari bor. Masalan, misol beradi. Ildiz x kichkina minus 2. Ildizdan chiqqan ifoda minus 2 dan kichkina bo'la olmaydi. Bu bo'sh to'plam. Endi xuddi shu misolni, demak buni birinchi misol deb qaraydigan bo'lsak, birinchi misol, ikkinchi misol, hop, uchinchi misol. Xuddi shu misolni katta ko'rinishda bersa, ya'ni ildiz x katta minus 2. Ildizli ifoda har doim manfiy sondan katta bo'ladi, faqat aniqlanish soha olishimiz kerak. X katta yoki teng 0. Javob 0 dan plus cheksizligigacha. Bunda hech qanaqa kvadratga oshirib yuborilmaydi. Agar kvadratga oshiradigan bo'lsak, x katta 4 bo'lib qoladi. Bu javob emas. X o'rniga 1 qo'ysak ham umumiy javob chiqadi bizlarda. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi misol, ildiz fx kelsin, ikkinchi holat. Bunda ham xuddi shunaqa, ildiz fx katta A berilgan bo'lsa, yana fx ni katta yoki teng 0 aniqlanish soha va fx teng katta A kvadratni yechib qo'ysak yetarli. Kvadratga oshirib olganimiz o'zi yetarli bo'ladi. Xo'p, misol uchun ildiz x minus 2 katta yoki teng, masalan, necha? Ildiz x minus 2 katta yoki teng 3 bo'lsin. Ildiz x minus 2, demak 4-chi misol bo'ladi bu. Katta yoki teng 3. X minus 2 katta yoki teng 0 va x minus 2 katta yoki teng 9. Buni bajaradigan bo'lsak, x katta yoki teng 2 va x katta yoki teng 11. Demak, umumiy javob bizlarda 11 dan plus cheksizligigacha hosil bo'ladi. fx ga doir misol edi. Xo'p, keyingisi 12-chi demak misol berilgan ekan mana bu yerda. 5-chi misolni ko'ramiz. Bizlarda ildiz 3 plus 2x taqsim 4 minus x katta yoki teng minus ildiz 3. Ya'ni manfiy sondan katta yoki tengligi aniq ildizdan chiqqan ifoda, lekin aniqlanish soha olish kerak, chunki ildiz o'zini katta yoki teng 0 qilib bajarishimiz kerak. 3 plus 2x taqsim 4 minus x katta yoki teng 0. Minusga bo'lib yuboradigan bo'lsak, demak yuqorisi 2x plus 3, pastda x minus 4 bo'ladi, kichik yoki teng 0. Bu tengsizlikni oraliqlar usuliga, intervallar usuliga qo'yib yechadigan bo'lsak, demak 4 va minus 3 taqsim 2. Demak, minus 3 taqsim 2 bo'yalgan bo'ladi, chunki bizlarda tengi bor. Umumiy javobni oladigan bo'lsak, plus minus plus. Demak, kichik yoki teng bo'lgani uchun minus qismlar olinadi. Javob minus 3 taqsim 2 dan 4 gacha. 4 kirmaydi, chunki 4 ga teng bo'lib qolsa mahraj 0 bo'ladi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Xo'p, keyingi holat bizlarda juft darajali va toq darajali ildizga doir misollar bergan. Shu yerda 3-chi ko'rinish deb aytib ketaman shu yerda misolni. Demak, qanaqa? Agar ildiz juft ildiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, 2n darajali ildiz, bu juft sonni bildiradi. Xo'p, fx katta A berilgan bo'lsa, bunda aniqlanish soha olinishi kerak. Fx katta yoki teng 0 va fx ikkala tomon 2n darajaga ko'tarib yuborsam, A ni bunda katta bo'ladi. Kattani o'zi, chunki tegsizlik A ni 2n'inchisi.
Bu narsani yechish kerak. Agar shu ifoda 2n plus 1 fx bo'ladigan bo'lsa, ya'ni toq daraja bo'ladigan bo'lsa, bunda aniqlanish soha hech qanaqasi keragi yo'q. Ya'ni fx katta a ni 2n plus birinchisi, shuni o'zini yechish kifoya. Chunki toq darajali ildizda hech qanaqa aniqlanish soha olish kerak bo'lmaydi. Navbatdagi misolni ko'ramiz. Xo'p, demak, masalan, bizlarda berilgan 6-misol tengsizligiga doir 7-darajali ildiz ekan. X kvadrat minus 3x plus 1 kichik yoki teng minus 1. Aniqlanish soha olish shart emas, ikkala tomonni 7-darajaga oshirib o'raman. Shunda hosil bo'ladi x kvadrat minus 3x plus 1 kichik yoki teng minus 1 ning 7-darajasi. X kvadrat minus 3x plus 1 kichik yoki teng minus 1. Minus 1 ni o'tkazib oladigan bo'lsak, x kvadrat minus 3x plus 2 kichik yoki teng 0. Tepani ko'paytirish ajratadigan bo'lsak, x minus 1 va x minus 2 kichik yoki teng 0. Son o'qiga qo'yib oladigan bo'lsak, 1 va 2 ni 2 1. Kichik yoki teng belgi bo'lgani uchun plus minus plus, demak kichik yoki teng bo'lgani uchun minuslarni olamiz. Bizda umumiy javob nima chiqadi? 1 dan 2 gacha degan umumiy javob chiqadi. 1 dan 2 gacha ixtiyoriy sonni qo'yganimizda minus 1 dan kichik yoki teng chiqadi. Masalan, 1 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 1 ga teng chiqadi. 2 ni qo'yadigan bo'lsak ham minus 1 ga teng chiqadi. Qolgan 1 dan 2 gacha bo'lgan oraliqdagi ixtiyoriy sonni qo'yganimizda minus 1 dan kichkina ifoda chiqadi ildizdan. Umumiy javob minus 1 dan 2 gacha hosil bo'ladi. Xo'p, navbatdagi misolni ko'raylik. Demak, 7-misol yuqoridagi holat bo'yicha. 7-misol. Ildiz osti 5 plus 2x katta mayli to'g'ri bo'lsin. Xo'p, nima qilamiz? Demak, 2x plus 5 ni katta yoki teng 0 va 2x plus 5 ni katta 16 qilib bajarishimiz kerak. Kvadratga oshirganimizda shu narsa hosil bo'ladi. 2x katta yoki teng minus 5 va 2x katta 11. X katta yoki teng minus 5 taqsim 2, x katta 11 taqsim 2. Ikkalasidan umumiy javob oladigan bo'lsak, 11 taqsim 2 dan plus cheksizligigacha degan javob hosil bo'ladi. Darajali ifodalarni ko'rdik. Xo'p, keyingi holati bor. 3 ta holat ko'rgan bo'lsak, yuqorida 4-chi, ikkala tomonda ham ildiz keladigan holat bor. Ildiz osti fx katta yoki teng ildiz osti gx. Ya'ni ikkala tomonda ham funksiya kelyapti bizlarda. Xo'p, bunda nima qilamiz? Aniqlanish soha обязательно olinish kerak. Katta yoki teng 0. Gx katta yoki teng 0 va kvadratga oshirib yuboramiz. F x katta yoki teng gx. Xo'p, kvadratga oshirib yuborganimizda mana shu ifoda hosil bo'ladi. Bizlarda, ya'ni aniqlanish sohalar olinishi kerak va fx katta yoki teng gx ni ko'rsak bo'ldi. Xo'p, keyingi holat bizlarda Xo'p, tenglamada qanaqa holatlarni ko'rdik? Bitta qarab olaylik. Tenglamada. Xo'p. Tenglamada ham shu holatlarni ko'rdik. Mana bitta xo'p. Kvadratga oshirganimizda prosta o'zini tenglaymiz. Xato ketgan joy bor ekan, o'zgartirib qo'yaylik. Xo'p. Ya'ni kvadratga oshirganimda ildiz yo'qolib ketadi. O'shani inobatga olmayman, kvadratga yozib qo'yaman. Fx teng gx ni o'zini yechsangizlar bo'ldi. Bu yerda ham xuddi shunaqa tengsizlikda ham kvadratga oshirganimizda fx katta yoki teng gx ni yechsak bo'ldi. Xo'p, va 5-holat bor. Demak, bu holatga doir bitta misol ko'radigan bo'lsak, masalan, ildiz osti 3x minus 4 kichkina ildiz osti 1 plus x bo'ladigan bo'lsin. Demak, aniqlanish sohasini ko'ramiz. 3x minus 4 katta yoki teng 0, 1 plus x katta yoki teng 0 va 3x minus 4 kichkina 1 plus x.
Shuni bajarib olsak, demak 3x katta yoki teng 4, x katta yoki teng -1 va bu yerda hosil bo'ladi 2x kichkina 5 dan. X katta yoki teng 4 taqsim 3, x katta yoki teng -1 va x kichkina 2,5. Umumiy javob oladigan bo'lsak, son o'qini chizib olamiz. Demak, bizlarda 4 taqsim 3 dan katta yoki teng, -1 dan katta yoki teng, o'ng tomonga 4 taqsim 3 dan ham o'ng tomonga va 2,5 dan. 2,5 dan kichkina, 2,5 dan chap tomonga. 3 ta chiziq o'tgan qism umumiy javob hisoblanadi. Demak, javob bizlarda 4 taqsim 3 dan, 4 taqsim 3 ni o'zi kiradi. 4 taqsim 3 dan nima bo'ladi? 2,5 gacha. 2,5 bizlarda kirmaydi. 2,5 ni 5 taqsim 2 ko'rinishda yozib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Xo'p, keyingi 5-holat bor. Yuqoridagi tenglamada ham ko'rgandik bu holatni, ya'ni bitta ildizli va bitta oddiy. Fx ko'paytiramiz ildiz osti gx kichkina 0. Demak, kichkina 0, katta 0 ahamiyati yo'q. Ildizni tashlab yuborishi mumkin, faqatgina ildizni aniqlanish sohasini olishimiz kerak. Tengsizlikda ildizni va modulni, ya'ni har doim musbat bo'ladigan narsani tashlab olsa bo'ladi, faqat katta yoki teng 0 sharti bajarib. Va fx ni kichkina 0, mana shuni bajarib qo'yish o'zi yetarli. Masalan, ildiz osti x - 2 ko'paygan x + 1 katta 0 bo'lsin. Kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi ahamiyati yo'q. Ya'ni x - 2 ni katta yoki teng 0 qilamiz va x + 1 ni katta 0 qilamiz. Bizda umumiy javob chiqadi. X katta yoki teng 2, x katta -1. Demak, umumiy javob 2 dan katta bo'lishi kerak, chunki 2 bu yerda joylashgan, -1 bu chapda joylashgan. 2 dan umumiy javob bizlarda 2 dan plus cheksizligigacha hosil bo'ladi. -1 bo'yalmaydi, ochiq turibdi. 2 dan plus cheksizligigacha. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi holat, menimcha hamma holat deyarli ko'rib bo'ldik. Mahrajlikni ham ko'raylik mana shu yerda, ya'ni fx taqsim gx holatni ham shunga doir misol ko'raylik. Bu 8-misol bo'lgan bo'lsa, bizda 9-misol fx taqsim gx lik misol. Berilgan bo'lsin. Yuqorida 6 - x taqsim mahrajda nima bo'ladi? X kvadrat minus 8x plus 7 katta yoki teng 0. Demak, 6 - x ni katta yoki teng 0 qilamiz. Mahrajni x kvadrat minus 8x plus 7 ni katta 0 qilamiz. Chunki mahrajda bo'lgani uchun 0 ga teng bo'la olmaydi. 6 - x katta yoki teng 0 bo'ladigan bo'lsa, x kichik yoki teng 6. Pastdagi qavs x - 1, x - 7 katta 0. Demak, umumiy javobimiz bo'ladi. Bu yerda 7 dan plus cheksizligigacha. Xo'p, va 1 plus minus plus, bu yerda plus olinadi. Va 6 dan kichik yoki teng. Demak, 6 7 ga yetmaydi, shundan kichik yoki teng. Umumiy javob bo'ladi bizlarda minus cheksizlikdan 1 gacha degan javob olinadi. Minus cheksizlikdan 1 gacha nimaga? Chunki 7 dan cheksizlikgacha degan javob ichiga ikkinchi tengsizligi javobi to'g'ri kelmayapti. Shu ko'rinishda misollar bajariladi. Oxirgi murakkab misolni ko'raylik. Xo'p, modul hammasi qatnashgan bo'lsin. Ildiz, modul. Qaranglar, demak, modulda x - 5 ko'paytiramiz. Ildiz ostida x kvadrat minus 49 ko'paytiramiz. X plus 3 taqsim x minus 8 nima bo'ladi? Kichik yoki teng 0. Demak, modul tashlab yuborish mumkin, faqat tengi bo'lgani uchun x teng 5 qilib tashlab olamiz. Xo'p, keyingisi aniqlanish soha x kvadrat minus 49 katta yoki teng 0. Va x plus 3 taqsim x minus 8 ni kichik yoki teng 0. Mana shuni yechishi o'zi yetarli. Demak, birinchi ifodamiz x teng 5 chiqadi.
x karat minus 49 katta yoki teng 0 ni yechsak, x katta yoki teng 7, x kichik yoki teng minus 7 chiqadi. Ya'ni 7 dan katta minus 7 dan kichkina bo'lsa ola olamiz javoblarni. Xo'p, keyingi 3-chi tengsizlikka yechadigan bo'lsak, minus 3 dan 8 gacha chiqadi. Mana bunaqa minus 3 dan kichik yoki teng x 8 gacha. 8 kirmaydi. Xo'p, bu uchalasidan umumiy javob olishimiz kerak. Demak, bu uchalasidan umumiy javob 7 dan 8 gacha bo'ladi xolos. Nimaga? Chunki minus 3 dan 7 gacha degan javobni ola olmaymiz. 5 ni o'zini ham ola olmaymiz. Javob bizlarda nima bo'ladi? 7 dan 8 gacha degan umumiy javob chiqadi. Misol tushunarli bo'ldimi? Mavzu tushunarli bo'ldimi? Xo'p, bu ozgina murakkab mavzu edi. Shuning uchun ko'proq misol ko'rdik sizlar bilan. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmaysizlar. Davom etamiz mavzularni. Hozir sizlar bilan 45 mavzu yozdik hozir kungacha. Yana davom etamiz. Hali yozishimiz kerak bo'lgan mavzular turibdi. Oldimizda trigonometriya, logaritm, ko'rsatkichli tenglar va tengsizliklar joylashgan. Keyingi darsgacha xayr, charchamanglar. Mana shu ikkita mavzuni IDC kitobdan bajarib chiqsangizlar, tushunarli bo'ladi sizlarga. Qo'shimchasiga skanaviy kitob bor, xo'p, turk kitoblari bor. O'shalarda ham yaxshi materiallar berilgan. Xayr, charchamanglar, salomat bo'linglar.